Zoğal o'ltirgan to'y mashinasi qilib bukitdi bu mashinani. To'yni qilib to'yib ketishingga farz emas unisi. İnsan qo'shilmandan faxrlanaman. An'anaviy to'y-to'kin odatlarimiz hozirgi zamon Uyg'ur madaniyat hodisalarining muhim tarkibiy qismi sifatida xalqimizning hozirgi turmush odatlariga singib ketgan. Hozirgi shaharlashgan to'y-to'kin odatlarimiz yiroq yezi qishloqlardagi inoqliq, nag'm-navoliq, o'zaro muboraklab qutlash odatlarimizning zamonaviy tus elishidan iborat. Shaharlar turli madaniyatlar kesishadigan oldingi saf bo'lish sifati bilan yot madaniyatlarning yo'qindilarini o'zga yuqtirib olishdan mustasno bo'lolmaydi. Bizning shaharlashgan to'y-to'kin odatlarimiz xalqimizning tarixdan buyon davomlashtirib kelgan isil axloq mezonlari va ahamiyatli ma'nolari bilan hozirmi ko'zni qamashtirib turibdi. Buningga ba'zida nepiz bir qavat to'pchanglarning qunib qolishi normal ahvol. Bizda to'y-to'kinlarimizdagi ba'zi illatlar haqida nurg'un gap so'zlar bor. Afsuslarlik yer shuki, biz to'y illatlari haqida ko'p so'zlasakmi, ma'rik fursati o'z beshimizga kelganda, yanala jamoat fikrining qo'ynimi ichida gangirab qilib, ko'p hollarda al qatori tarafga o'tib ketamiz. Qisqasi, gapni qilmoq oson, amaliy harakat qilmoq basi mushkul. Xolos kalam shuki, to'y-to'kinlarimizdagi illat kirlarini tozalashda dodil yurak, amaliy harakat kerak. Biz ko'rarmanlarimizni tuvandiki bir jup yoshning to'yini tomosha qilib ko'rishini hamda mushu to'yga bog'lab hozirgi to'y-to'kin odatlarimiz haqida o'yinib ko'rishini tavsiya qilamiz. O'zgacha o'tkazilgan bu bir jup yoshning to'yiga kishilarning masligi keldi. Yarshimliq do'ppa konvoy ko'ylak kiygan yigit Mirg'iyos bilan atlasdan tikilgan to'y ko'ylagiga kiyib, beshiga oq to'rdan tikilgan yog'liq sog'an kelinchak Osiya to'y peziga cho'mgan edi. Kelin yo'tkab mangan avtobus sap havoliq bog'dagi ma'rik so'rni to'y ma'riksidagi yeng mazmun mehmonlarda unutuvsiz go'zal asrlarni qoldirdi. Ayolım ikimiz endi hisobda 12 yillik savodosh, yana ikkimizning shu ideya, orqasi yetkinligimiz, fikrlarimiz o'xshash bo'lg'achqa, bir xil o'zligimizla birga kelib, birlik maslahatlashib bir ishlarni qilgan bo'lib qolganmiz o'xshash chog'da. Ikkimiz shu o'zimizning orzu-armonlari bilan shu bir maktab, oliy maktabga yana Tianjin universitetiga o'tdik. O'sha o'qish jarayonida men 2-yildan boshlab o'zimning bir mush to'y markasini men o'zimning kuchiga tayinib bir qila olamanmi degan xiyol kelgan edi inshoollah. Hamda o'zimizning shu milliy o'rib odatdagi xos bir xil to'ylarni qilsak, biz o'zimizmi shunday bir xil so'yindi ekanmiz degan xiyolga keldim. Shu chog'da u qizga men ko'nglimda mushlar qilgan bo'lsak, ikkimizning o'ylagan yerlar bir yerdan chiqib, shu jarayonda ikkimizning niyat maqsadlar bir yerga kelgandi. Kelib, shuna ikkimiz tang tirishdik bunga. Tirishib shu chog'dan tortib maktabdan olgan o'qish mukofot pulimizni chiqib, tang billa ham shu men bu sirtga chiqib ishlagan pullarimning ish qilib mo'janlarni tatib meni bir yerlarga qo'yib yig'ib ashlarni qildik. Hattoki oxirida chiqib bir mezgillar kelganda ikkimizningki turmush pullarini hatto kelgan pulni bir akilib boshda ma'lum qismini qo'yib yetib, ikkimiz bir odamnikini xashlab, bir odamnikini yig'ib mangdik hatto. Eng oxirida qarasak o'zimizning plandan yana oshqidek hisob to'plab boshda biz o'zimiz mushta hisobni chiqarib to'y qilayotsak ota-onamiz bu yerda qo'shilmadi. Qisonlar bo'lmaydi, biz farzimiz ado qilmasa qilmaydi dedi. Bu ota-onaning bak yaxshi ko'ngli. Bizmi ota-onalarga deb to'g'ri adapa bizlarning ko'ngillar, shu sizlarni bizning ko'nglimizni tushuninglar. To'g'ri bu sizlarning farzinglar. Shu bizni cho'ng qilib mushta qilib mushinchilik ag'at akib qo'yib farzinglar. To'yni qilib to'yib ketishinglar farz emas unisi. Shu xo'shallik to'y qilish bu ham biz uchun xo'shallik deyish. Arqılıq məsələsi, arqılıq ata-analarımı asta-asta bizning deganimizga qoyil bo'lib, bo'pti, cho'ng bo'lib mishinchilik bo'libsizlar, qani bir qilib beqinglar biz ko'rib boqaylik deb bizga maydon hozirlab berdi oxirida.
illiq quyosh nuriga cho'milgan xosiyatli saharda bu olmaliq bog'da to'y tayyorliklari boshlanib ketdi. Sap havoliq bog'dagi dal daraxtlar orasida to'y ustallarini raslayotgan kishilarning simosini ko'gil bo'ladi. Bak o'ylandim, nima qilaman deb. Cho'nglardan so'radik. So'rab, "Burun to'ylar qanday bo'ladi?" degan o'yladik. U yerda o'ylsak, mahallada, o'ylida, hattoki bog'lida, hamda g'o'zi tarafda shipang deb qo'yamiz, shipanglida to'y qiladi ekan to'q. Shundan buni o'ylab, nima uchun biz shu vaqtdagi yaxshi tarafni tutib olib, asta go'zal yerlarda o'tkazmamdik, to'yni habiy go'zal yerda tanlamamız degan o'y fikr kalimiz keldi. Siz bog'cha degan xiyol birinchi kalimiz keldi. Chunki bog'cha hammaning ko'nglida ichilgan ekan. Tushga yaqin mehmonlar kelishga boshladi. Ular atrofi yeshillik purkangan. Qushlar yaqimliq sayrab turgan sap havoliq boqqa tizib etilgan ustallarga kelib o'tirishdi. Bu qitilmoq to'yda o'g'il qiz birga qildik to'yni. Biz shu amalni kelgan ideya emas, bu qilaylik deblar. Shu boshqalardan cho'nglarni surishtirdi, o'g'il qizlar birga qilamiz deb. Qisaq janub taraflarda hattoki qiz taraf o'rlashir ekan to'yni. O'g'illar berib to'yni o'ynab bo'lib, qizni yetkazib keladi ekan. Qo'lchi taraflarda bo'lsa to'y qizni o'g'il qiz taraf birga qilgan ishlar bor ekan o'z jihatlarini. Lekin ayrim qilgan ishlar bor ekan. Biz bu jihatni surishtirib qildik. Qanday qilsa mazmunliq ham iqtisodchilar har qasdda yaxshi bo'ldi deganni surishtirib o'ylandik. To'y degan gapda nima bo'ldi, to'yning natijasi nima? Ya'ni 2 oylik qo'shiludi. Bir bo'ladi degan narsa esimizga keldi. Unda bo'lgandan keyin bu 2 oylik yana 2 ga ayrilib ish qilamiz. Biz bir bo'lgandan keyin, qudi bo'lgandan keyin, tuqqan bo'lgandan keyin bo'lsa, hammamiz bir yerga qilib birga o'tib ketsak bo'lmamdi degan xiyol keldi. Vaqtni biz qat o'rlashtiraylik deb ikki tarafni biraqlar qilib vaqt jadvali tuzib ataki buningga qizning vaqtida boshildi, endi baldir boshlandi to'yinimi. Soat 6:00 gacha o'tishni bekitdik. Olmaliq selgohda cho'nglarning mehmonlari to'y paysiga tushgan paytda qiz o'ltirishimi qiziqmoqda edi. Kelinchak o'jir uyda jabdunmoqda. Qizning do'stlari uni kutgach, o'zaro qizg'in parang va shok usullar bilan o'tirishning kayfiyatini yuqori ko'tarib o'tgan edi. Men burun bundan uyda qiz o'tirishgan, qatnashib boqmagan. Shu sab restoranlardagi berib qatnashib boqqan. Menimcha, mesela yemek jihatini aytgan vaqtida, ya'ni isrofchilikning oldini olg'il bo'ldi ekan. Endi azroq uyda qolgan javob bo'ldi ekan, lekin shundan olsin yemeklarning miqdoriyati odamlarning soni bo'yicha qilib u jihatganda u isrofchilik, yemek isrofchilik eng og'ir masala hozirgi vaqtda. Lekin hozir shuni oldini olishda eng yaxshi bo'lgan. Bugungi qiz o'tirishda nihoyat xushal-xuram Erkin Ozoda uyda o'tkazyapmiz. Men o'zim shaxsan azaldashda o'ylaydim, agar men to'y qilib qolsam, o'sha o'zimizning Yevropa odat kiyimlarimizni kiyib, to'plarimizni kiyib, uzun sochlarimizni o'rib degandek, ashla qilib o'tkazsak, bekmi chiroyli, bekmi o'zimizga sifatli ko'rinadi. Boshqa xalqning oldidami nihoyat hurmatga sazovor bo'lgan bo'ladi deb o'ylayman. Zo'g'al o'ltirgan to'y mashinasi qilib bekitdik bu mashinani. To'yni qilib, to'yib ketishingga farz emas uni sen. Intayin qo'shilmandan faxrlanaman. Bu o'zgacha to'yda kelin yo'tkash uchun avtobus ishlatildi. Shahar sayohat avtobusi atlaslar bilan yanimo bilan tuzgan edi.
Amda qizog'al o'ltirgan to'y mashinasi qilib bekitdi bu mashinani. Shundaq amda boshqalarni ko'rgan hashamatlik to'y mashinasi ko'chirdi, katlak to'ymas birinchilarda. Bolaning mustaq oddiy soda qilganligida intayin xushal bo'ldim. Hammamiz bilamiz yoshlarlik bir xil alayda chiroyli mashinalarning chiroylariga bir xil intilamiz. Endi rasul hozir to'ylarni kadlak deydi. Loslas deydi, bunda yaxshi mashinalar ko'chiramiz. Ko'chaygandan keyin, ammo masalan, menmi o'zimning o'zim menmi u mashina o'zim bak amroq. Menmi qiziqman. Hattoki ashla mashinalarni ko'rsam chiqib boqqanman keladi. So'zkeyin o'ylab baqsam, bu bizning xosligimiz emas ekan-da. Yana birsiga ham uningda ham ikkimiz, masalan, ayolim bilan ikkimiz o'tdasak mazmun jihatdan bak so'zlab kelar ekanmiz. Ikkimiz yolg'iz bir mashina chiqib qolgan bilan mashina chiqib qolganimiz qoldi ekan. Boshqa hech qanday faoliyat bo'lmaydi ekan. Shunga bak zerikish ko'p qolgan, to'y emas, boshqa bir munosabatda ko'p qolgandek his qilib qoldik. Bir yaqin do'stlarimizningki, akadalarimizning shu taklif bilan abtuzlik qilmamdiq degan fikr shakllandi bizda. Demisum to'g'ri bu abtuzlik degan bir qitim jiq odam patidi. U bir harakatchan so'rin bo'ladi ekan u bizningki. Biz burun atarus deb o'ylagandik. Endi atarusmi shu yog'ochlardan biz xodik deymiz, endi yog'ochlardan yasalgan atlar so'rab, uning go'zalligi va bir xil o'ziga xosligi bor deb. Unda bizning xosligimiz bormi bu jihatda deb qarsak, Urumchida o'ziga xos abtuzi bor ekan. Ya'ni sayat abtuzi deb yog'ochdan yasalgan abtuzimiz bor ekan. Bu endi hozirgi zamonning xodik ekan, o'ylab baqsak, hozirgi zamon xos bir xodik bo'ldi. Bu abtuzmi shu Urumchida bor ekan, bu bak xoslik bo'ldi ekan, ham o'zimizning milliy urf-odatlarni, ya'ni apa ekandek zamonni bilashgan xodik deyish bo'ldi ekan uni. Ko'nglimiz bak xo'sh bo'ldi, ashuni qilayli deblar. Uni ashuni tanladik. Yigitlar avtobus bilan qizlar o'ltirgan mahallaga keldi. Ularning nag'ma navosi bu mahallaning jimjit kayfiyatini birdilla jonlantirdi. Bu ishimizning kiyimning asosiy loyihasini o'zim tuzgan. O'zim loyilab, kompyuter loyilab chiqarib, tayyor qilib, bisib chiqarib, mashinchilarga olib ko'rsatib qilgan. Endi o'g'illarning kiyimiga endi hozirgacha qarab baqsaq, o'g'illarda ta'zircha madam kasmburlik kiydi ekan hamda odatdagidek, hech qanday bir alaylik yo'q o'g'illarning kiyimida. Ton kiyimi deb o'yladim. Ton bilan masalan, g'arb ellari shularningki marosim kiyimini qanday eng yaxshi usulda birlashtirildi degan o'ylandim. Masalan, kasmburlik deymiz, shuni shaklini olgan albatta. Uningga milliy naqshlarni chiqarib, milliy uslubdagi naqshlarni chiqarib, uzunligini tondaq qilib, ichki kanvoy ilish, imkon balvoq taqash orqali hozirgi masalan men kiygan kiyimdek bir xil o'ziga xoslik ega bo'lgan bir to'y kiyimi puti deb esa o'yladim o'zim. Bu qizning kiyimi kelgan chog'da bizning bu jihatni o'ylaganimiz bor. Uyg'urlar degan atlas kiydi. Biz burundan tortib to'y qanda yog'liq otimiz. Shunda bizning atlas kiyim sifatli holatda ham o'zimizning shu an'anani saqlab qolgan holatda qaysi millatlarning g'arb ellarininki to'g'ridan buni foydalandik. To'g'ridan g'arb ellarininki kiyimi, o'zimizning kiyimlari, sanam kiyimlari, o'zimizning atlas kiyimlari, hattoki biz bir o'rta sharqdagi kiyimlar ularningki alayligi bizning uyg'ur xosligini saqlash bilan ularni birlashtirib, hozirgi mush kiyimni laylab chiqdik, mush qizning kiyimini. Avtobus yoshlarning qiqos cho'qonlari bilan to'y ma'rakasi bo'layotgan olmiliq baqqa qarab yo'l oldi. Biz ko'chib keldik. To'y ahli ularga tutdi.
حسنة وقنا عذاب النار يا رب. Tamaqning endi shiga kelgan chaqda biz asl boshda o'ylagan chig'imizda, ya'ni tala tamoq usuli, ya'ni g'arb ellarinikidek o'zlari o'z ixtiyori bo'yicha mesela tamoqni bir yerga tizib qo'ygan bo'lsak, tamoq yeydiganlar ashak berib o'zlari ixtiyori o'zining megisi shuni ilib yeydigan mana usulni ishlataylik deb o'ylagan to'q. Ammo odamning tamoq yeyish miqdori o'xshamagandan keyin hatto tamoqning ishlatilishi, isrof bo'lmasligini deb yaxshi kontrol qilib bo'ldi ekan to'xtab. Mana o'ylashgan to'q shu cho'nglar bilan maslahatlashib jarayonda endi buni tanlamadik. Chunki cho'nglar maslahat berib biz endi bir xil madaniyat o'zgarib ketsa qabul qilmasligimiz mumkin degan bir nima shakllandi, bir masala shakllandi-da. Biz o'yladik, unda bu tamoqni qanday qilamiz? Endi usul ishlatmagandan keyin qanday usullar bor degan o'yladik. Ammo bu tamoqning nimasida biz o'ylab yeyiladigan bizning masalan taom jo'zimiz bo'lmaydigan taomlar. Masalan, polo, go'sht bosgan polo, undan keyin qo'shilgan to'g'ri qo'rmisi degandek narsalarni asos qildik. Har bir jo'zga birdan osh keltirib, sayni o'zi quyib yeydiganga bir oshni qo'shib qo'ydik hatto. Bu qatimliq to'yda o'rinsiz chiqimlardan tejab qilingan 3000 yuan pul Mehribon onalar vakili Rayhon apayga topshirildi. Mirg'iyas bilan Osiya to'y chiqimini o'zlari ustiga olgandan sirt, yana ota-onalarining o'zlariga singdirgan ajriga rahmat aytish yusidan gaz o'choq, kir olg'u, soqol og'ish qatorliq narsalarni ularga taqdim qildi. Bu xo'shallig'imizga texnik qo'shayli deb ota-onamizga kichik sovg'alarni tayyorladik. Hech kim bizdan hattoki bu so'rindashi bil mush faoliyatni bil o'rlashtirgan ba'zi akalarimiz ham hatto uqmaydi buni. Ulardan maxfiy tutdik, chunki buni biz ularni biraqla hayron qoldiraylik deb o'ylagankin, shu qizlanishimizni bilamiz endi buni. Rastiyendek ota-onalarimiz va hayron qoldi, hatto o'zimiz ham qo'shib ketdik o chog'da. Demis ota-onalar bizni cho'ng qilib, ishta bir kunga kelganchada, ashta bir xo'shalik, ota-onamizning chekrida ashta bir xo'shalikni ko'rishmi biz uchun bek cho'ng baxt ekan. Hammalarning bugun marikamiz ko'p, qatnashganlarga ko'pdan ko'p rahmat. Asosda appa, dada, sizlarga rahmat. Buni cho'ng qilguncha jiq bir tamoqlarni etib bizga o'zingizga har qanday nimani aymay bizga yaxshi cho'ng qildinglar. Rahmat. Kimdirimiz yuyib, qo'llarni taldi. Tamoqlarni etib, balki meninglar buzilib ketgandi. Dadalarimizning soqollari oq kirib ketdi. Bizga cho'ng qildinglar, chin qalbimizdan rahmat. Sizlarga ozroq bo'lsin ko'nglimiz. Balarimizning mushunchalik aqlliq cho'ng bo'lganligiga intayin xo'shalman ham faxrlanaman. To'y ahli bu aqlliq, vafodor farzandlarga opirin aytdi. To'yda dunyo bo'yicha eng kichik darvoz degan nomga erishgan Odiljon har xil darvozlik mahoratlarini ko'rsatib, to'y xushalligiga yana xushallik qo'shdi. Mirg'iyas bilan Osiyaning to'yi xolis to'y bo'lib, pul yig'ish ishlari qoldirib etilgan edi. Shundaqdimi, ularning do'st birodarlari ahamiyatli buyumlar orqali o'z ko'ngillarini bildirishdi. Bugungi go'zallik faqat sizda. Qani go'zallik senda, marhamat. O'tirib chiqasak. Mo'minjon Abdukin qatorliq ko'zga ko'ringan yosh naqshchilar bu xosiyatli to'ydan ta'sirlanib, o'zlarining yaqinlik naqshlari bilan to'y kayfiyatini yanada yuqori ko'tardi. To'y bo'lishdan bir qancha kun burun bundaq bir to'yning bo'lganligini do'stlarimdan anglagan va anglab naytda bir xil hayajon ichida mush to'yni bir o'zim bir ko'rib, o'z ko'zim bilan ko'rib, o'zim qilishga tegishlik bir mush to'yningki yarishig'ini qilib, to'y egalarining ko'nglini olsam degan umidda xalsana bu yerga naqsha aytish uchun kelib, to'yning jarayonidan to'liq ko'rdim.
yigit bilan qiz garchi biz burun tanishmaymiz, mush to'y orqali tanib yetdimki, belgilik o'ziga xos bir ko'z qarashi bor. Hozir qadar biz Uyg'ur qiz yigitlarda bo'lib boqmagan ishlarni o'tirib chiqiribdi. Bugungi mush to'yninki xo'jalik qaram o'tganligidan xursand bo'lish bilan birga bu bir jup yoshqa mangulik baxt tilayman. Bundan keyingi planda biz endi uy almadık. Uyni amalga sabab birinchidan ikkimiz endi bundan keyin endi bo'lsa aspirantlik o'qisak, uningdan o'qib tugatalsak, doktorlik o'qisak, bir boshqacha bir natija chiqaraylik deb o'ylab, endi bu qatim to'ydan keyin yana o'zimizning maktab bo'lgan Tenji universiteti turish bo'lgan Tenjiga qaytib berib, yana ashad imtihon berib, shu natijamizga qarab ya aspirantlik yoki texnik injenerlik bir o'qib, shu yerdan taraqqiy qilib, yana bir yangi yaxshi ishlarga bir ulgurish uchun tirishaylik deb o'ylayapmiz. Bu o'zgacha to'y ma'rakasi tushda boshlanib, kech kirmayla oxirlashdi. Lekin qisqagina vaqt ichida ma'nilik va ta'sirlik o'tgan to'y murosimi to'y ahli uchun qimmatli aslini bo'ldi. Yana oynaymiz mı? Yana birini oynaymiz.